insonni bahri dili ochiladigan eng chiroyli ko'rkam hozirgi kun mana shu qizg'aldoq issig'i deydi. Mana shu qizg'aldoq issig'i hozir bo'ladi. Buni payxon qilmas kerak. Kecha bir ijtimoiy tarmoqlarda bir esi yo'q bolalar mashinasida shunaqangi go'zallikni top-top oyoq osti qilib yotgan ekan. Buni ijtimoiy tarmoqda ko'rganlar juda ham qattiq ranjishdi, xafa bo'lishdi. Endi bunday tabiatni go'zalligini payxon qilish hech narsaga to'g'ri kelmaydi-da, bir insongarchilikka ham, odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Bunda odam bahri dili yayraydi-da. Qarang bu yerdagi lolazorlarni, qizg'aldoqzorlarni odam mazza qilib yurish kerak bu yerda, nafas olish kerak, havo almashtirish kerak. Meni telefonimda zaryadi o'lyapti. U bolalar shu paytgacha ham tushishni xohlamadi bu yerga qarab. Chaqirmaganda nima uchun o'zing kelavermaysanmi iyar? Qizi chaqirmading-ku deb arazlashdi qara. Hali zilamayapti. Zilashga urgan qoldi. Ha, charchamayapsizlarmi yigitlar? Malades ani. Malades degani o'zbekchasi nima degani? Yaxshi. Adoniki? Ho. Qizg'aldoqlarim ko'rinyapti, pastroq tushibmi? Ko'rinyapti. Ha, bir qizil. Ya, yonbosh. Tush, manallaqa tush. Yo'q, yonboshmi, u tabiatga zarar keltiramiz. Ani ko'rdingizmi? Inson ana shunday bo'lish kerak. Uni taklif kutmaydi-da, odam o'zi tushib, yayrab, nima qilib chopqillab ketaverish kerak. Bu yerda rasmga tushayotganimiz yo'q-ku. Ha, rasmga. Video olyapmiz. Ha, bitta olsin der.